Eshigingiz tagida mana shunaqangi oqin suvi bo'lsa, fasatingiz mana shunaqangi keng bo'lsa aka. Hop, hozirgi sizlar bilan ko'rib chiqadigan xonadonimiz Farg'ona shaharda Chekshurada aka. 9 sotuyli gaz suv svetlaridan umuman muammosi yo'q joyda. Akam oldini qarang, fasad kengligini, oldiga zeleniy zona qilasizmi yokida bir parkovka qilib, bir mashina qo'ygani ham joy qilib bersangiz ham 2 ta 3 ta mashina bemalol sig'adi. Aka, bitta ko'rib, sizlar bilan ichkarini ko'rib tomosha qilib chiqamiz. Hop, kirdik aka, mana bu garajni qarang aka, bu kattaligini qarang, remontga bitta o'zingiz bitta baho berib qo'yasiz aka. Patologlarni ham qilib, yashashga tayyor. Shunday kelib, ko'rpa to'shagingizni olib kelib, kiyim-kechaklaringizni olib kelasiz, shuni yashashni boshlaysiz. Hamma sharoitlarga ega. Kirdik, kirishimizga o'ng qo'ldan boshlasak, o'ng qo'lda mana bitta xonasi, aboylarni yopishtirishgan, taxta pollar, pol patologlar, kraska bo'lib, hamma yo'q tayyor holatda. Xo'p, bunisi undan chiqishimizga yana bitta xonasi aka. Bunisi ham remontlari yaxshi aka, hamma remontlarni qilib qo'yilgan, yashashga tayyor, 2 ta xona hisobida spanniy qilsangiz ham bo'ladi aka o'zingizga. Endi mana asosiy darvozadan kirishimizga endi chap qo'lda xonalarimiz. Akam, u bitta kirasiz aka, mana shu yerda o'zida bitta oila yashasa bo'laveradi aka, hamma sharoitlarga ega. Mana bu supalarni qilib qo'yilgan. Bu tomonida oilaviy o'tiradigan joy qilsangiz, nariga eshikdan kirganingizda bunisini mana oshxona qilsiz aka, oshxona qilib, ovqatingizni tayyorlab, yonida o'tiradigan joy. Bu tomonida ham yana bitta supa qilingan. Bunisida mana bu yerda bitta xona. Yonida yana bitta xonasi. Remontlari ham tayyor holatda. Xo'p, darvozadan kirishimizga yopiq garaji bor aka. Bu garajni qarang, kattaligini qarang. Bilmayman, bir 3 ta 4 ta mashina bemalol sig'adi. Endi kirishimiz to'g'rida bu tomonida yonida yozgi oshxona qilib, qozon o'choqlarini qo'yib qo'yilgan. Buni yonida bitta sanuzel qilib, tashqi tomondan hojatxonasini qo'yib qo'yilgan. Endi aka, eng zo'r fishkasini ko'rsataymi aka sizga. Bu tomoni mana uyimizni to'liqligicha tagi podval qilingan. Eng asosiysi aka, bu yerda gaz, suv, svet hamma yo'q bor aka. Muammo sezmaysiz. Bu yonida ham aka mana yozgi kunida uy xonadoningiz salqin bo'ladi, oqin suvlargacha qilingan. Xonadoningiz ichidan oqin suv ham oqadi. Endi mana bu огород qarang aka, mevalari bor, mana tayyor pishayotgan daraxtlari bor. Bu tomoniga hali qo'shimcha qurilish qilaman deysizmi? Bir ekin-tekin qilaman deysizmi? Yetarlicha joyi bor. To'g'rida 15 ta molga mo'ljallab molxona qilib qo'yilgan ekan, chorvachilik qilishga ham yetarlicha joyi bor. Masalamiz Farg'ona shaharda Chekshurada gaz suv svetlari bor joyda 9 sotili xonadonimiz. Mana shunaqangi chiroyli qilib remont qilib qo'yilgan, hamma shart-sharoitlarga ega. Xo'p, narxini 85 mingga baholanyapti. Bitta kelib ko'ring aka, baraka uy-joy savdodan chiqsiz, yana ham tushirtirib, arzon qilib